Dubayga ishlagani kelmoqchi bo'lsangiz, mana bu 5 narsaga tayyor bo'lib kelishingiz kerak. Agar bu narsani bilmasangiz, birinchi oyda ancha qiynalasiz. Unda qaniki? Birinchi bo'lib sizga yaxshi CV kerak bo'ladi. Ya'ni Dubay formatida aniq qayerda ishlagansiz va qanaqa tajribangiz bor. 1-2 bit yetadi. Ikkinchi bo'lib sizlarga yetarli mablag' bo'lishi kerak. Ya'ni kelishinglar bilan Dubayga kelsanglar, sizlarni birinchi kundan ishga chiqadi degani emas. Ya'ni 800 dan 1000 dollar atrofida bo'lishi kerak. Keyin yana bitta muhim jihat, qayerda yashashinglarga ham ahamiyat beringlar. Ya'ni metro oldida transportga qulay bo'lishi kerak va yaxshi odamlar bilan yashasanglar yaxshi bo'ladi. Arzoni doim ham yaxshi emas. Yana bitta muhim jihat bor-ku, sizlar dokumentatsiyani o'zini ham kelasizlar, yaxshimi? Pasportinglarda yoki bo'lmasam diplom kopiyalarida shu narsani elektronnik variantini ham qo'yinglar. Ya'ni pasport elektronik, 3-4 elektronik variantini qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Keyin yana bitta muhim jihati bor-da, Dubayga kelishdan oldin qaysi sohaga kirishinglarni aniq bilib kelinglar. Ko'pchilik kelib olib, nimaga topshirsam ekan, bungami deb turib, kamida bir hafta vaqtini yo'q qo'yadi. Shu sababli nimaga topshirmoqchi bo'lsanglar, qaysi sohada ishlamoqchi bo'lsanglar, o'shani bilib kelinglar. Agarda shunaqa Dubaydagi ma'lumotlar, Dubay hayoti haqida qiziqarli videolar ko'rmoqchi bo'lsanglar, sahifamga obuna qo'yinglar. Chunki bundan zo'r videolar hali oldinda kutib turibdi. Qanunda ketdik.